Kechasi 10:30 bo'lishiga qaramasdan sizlarga bitta uy topib qo'ydim. Bu joyimiz Toshkent viloyati Chirchiq shahri Aranchi 49-uyda joylashgan G'alaba ko'cha. Lokatsiyasi zo'r joyda, Grand Aziya bilan bir qadam. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q ekan. Kottejimiz 3 xonali, hozir ichkariga kirib avzorini ko'ramiz. Kvadrati 80 kvadrat metr. Qo'lni qarang, kattaligini juda ham katta. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Do'q konturlarigacha bor ekan, xona juda ham issiq. Bu yoq tomon oshxona uchun mo'ljallangan, kuxnilarni qo'yib, bu yoqqa uголокlarni qo'ysiz, mana TV zona uchun joy ajratilgan. Bemalol mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q ekan. Egalarining aytishi bo'yicha svet, gaz dunyoda o'chsa o'char ekan, bu yoqda o'chmas ekan. Bu xonamizda spalniyimiz ham juda keng, baland. Ichida hamma jihozlar qolar ekan. Yaxshi-yu mazza. Narxi ham unaqa qimmat emas, tekin narxda. Bu yoqda sanuzelimiz, hojatxonasi mana ichida. Bu xonamizda detski, mana ko'rib turibsizlar. Xonalar baland-baland. Chiroqlarni ham chiroyli did bilan qo'yib qo'yishgan ekan. Narxi ham qimmat emas deb aytdim, opisianda qoldiramiz. Videoga qizartirib, like ga bosib qo'ying. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.